Assalomu alaykum qadrli obunachilar, chorva ishqibozlar. Mana bugun sizlarga Namangan viloyati Kosonsoy tumani Tergachi mol bozoridan yosh boqachalarimiz va yemga tayyor boqma boqalarimizni qo'ldan kelgancha narx-navolarni yoritib beramiz akalar. Bugungi sanamiz 14-noyabr hafta kuniga juma. Barchaga juma kunimiz xayrli va barakatli bo'lsin degan biz videolarimizni boshlayveramiz akalar. Bo'lmasam yoshlardan tortib kattalarga qo'ldan kelgancha ko'rsatib boraveramiz. Qani ketdik. Optimchilardan ko'rsataylik hozirlarga. Boshlanishiga. Qani ko'to'laylik. Bular kimda? Nech puldan bular? Qaysi kompaniya? Qodirov TV. Qodirov TV. Mashaydan bu yog'i. Bundan bu yog'i 18 milliondan. Bo'ylar 1 metrdan 1.5 gacha. Akalar hammasi bu 18 milliondan deyishyapti. Donasigachi? Bo'lsa kamini qilib beraman deyishyapti akalar. Ko'rasizlar. Qo'ldan kelgancha ko'rsatib qo'yamiz. Bu yog'ichi? Bir 2 3 tasi 14 milliondan ekan. Ko'rasizlar. Bu yog'ichi? 1 2 3 4 5 tasi 13 milliondan ekan. Yaxshi, gibrid variantlardan ko'rasizlar. Telefon raqamlarini olib qo'yamiz. Telefon raqamini aytib 93lik 264 24 92 aloqaga chiqarasizlar akalar. Akalar yana bir qo'chalarimiz ko'rasiz. Aka nechta bu yerda? 8 10 ta ekan. 1 2 3 4 5 6 7 8 degan akalar. Ko'rasizlar. Yaxshi, bo'ylari 1 metrdan tortib 90 gacha. Nech pulgacha bor aka bu yerda? 15 dan 10,5 gacha aka. 15 milliondan 10,5 millionga doğru mollarimiz bor ekan akalar. Hammasi bu qo'cha ko'rasizlar. Telefon raqamini aytib qo'yasizmi aka? 94lik 0 39 40 aloqaga chiqarasizlar aka. Dasturxondan qilib berishadi. Qani ketaveramiz. Hop, yana bir ikki dona bu qo'chamiz ko'rasizlar. Savdosi bo'lyaptimi aka bularda? Savdosi bo'lyaptimi? Yo'q, ikkisi bo'lyapti. Nech puldan qilishyapti? 13 million. Kelasi 13 milliondan qilishyaptigan, berilga yo'q akalar. Ko'rasizlar. Bo'ylari 1 metrdan qo'ldan kelgancha ko'rsatyapmiz. Bozorimiz ozgina tiqilinchroq, boricha olib beraveramiz. Bular nech puldan deysiz? 14 dan kam bor. 14 milliondan kam bor. Ko'rasizlar akalar. Bo'ylar 1 metrdan yosh ko'chat qo'chalarimiz. Telefon raqamini aytib qo'yasizmi? 93lik 914 1427 akalar aloqaga chiqarasizlar. Qani bozorchiga kiraylikchi. Videomiz bo'lgan holatda ketaveramiz, sizlarga ko'rsatib boraveramiz. Ko'rasizlar akalar, shved va qora variantlardan. Bular nech pul deyapsiz aka? Nech pul deyapsiz? Bularni? Aha. 19 ga bermadim. Buni 19 ga bermadingiz. Buni-chi? Buni bilmadim. Hali savdosi bo'lmoqda akalar ular. Mana buni 19 millionga berishmoqda. Yaxshi endi. Bo'ylar 1.5. Shu yoshda yem yeb turgan shekilli, turishlari zo'r ekan lekin. Qaniga to'ramiz. Shvediyadan so'raganlarga. Shved variantlardan ko'rasizlar. Nech pulga bermayapsiz buni? 16,5 millionga berilgani yo'q. Shvedimiz bo'ylar 1.5. Buni qancha qildi polvon? Yaxshi, qanliklari ham zo'r ekan. Qani ko'rsatib boraveramiz. Bu bo'ylar 1.5 dan. Aka nech puldan deyapsiz bularni? Assalomu alaykum. Nech puldan deyapsiz bularni? Ikkalasini 34 qilyapti. Ikkalasi 34 ga berilgani yo'q. Bunisi-chi? 11 qilyapti. 11 millionga berilgani yo'q ekan. Nech puldan deyapsiz o'z narxini? Jupi 36 olgan ekan. Ha, jupi 36 kam. Bunisi-chi? 12,5 kam bor ekan. Telefon nomeri qo'yib qo'yamizmi? Telefon nomerlari yo'q. Qani? Chorniy panterami? Nechta? Bitta xolasmi? Bitta xolasi. Bitta xolas akalar ko'rasizlar. Gap yo'q, holatlari zo'r ekan. Kosonsoyda shunaqa zo'r mollar chiqadi. Xotda turishlarni ham, xotda turishini ham qarab. Xotlari zo'r ekan. Ko'rasizlar akalar. Maqtam nech pul deysiz pulini buni? 22 kam bor deyapman. 22 million kam bor. Savdosi qanaqa bo'lyapti? Savdosi o'zi 18, 17,5 bo'lib turibdi. 18, 17,5 bo'lyapti. Telefon nomer qo'yib qo'yasizmi? Qo'yaramiz. Ayting.
99lik. 823 823 9809. 9809. Uy qayda aka? Namangan viloyati Kosonsoy tubi Chindovul qishlog'i. Kosonsoyda Chindovul qishlog'i ekan akalar. Saidin nima bilan Yashang. safardagilarga Gap yo'q. Rahmat aka, gap yo'q. Ukamlar bardavom bo'lsin. Ukam kardamonga bardavom bo'lsin. Doim omad tilaymiz. Yashang, aytganingiz kelsin. Qodirov TV. Qodirov TV. Qodirov TV. Qaysi kompaniyada asosiy? YouTube. Hoppa, hadicha. YouTube qaysi YouTube? Qodirov TV. Qani. Yaxshilardan so'raganlarga. Qani ko'ramiz. Bozor ham haqiqiy tiqilishda o'zi ham. Aka nechta qilyapti buni? Hali savdo bo'lmoqda akalar. Qani ko'rsatib beramiz. Yoshlardan tortib boqma-boqalarga qarab ketaveramiz. Olabaretlardan so'raganlarga olalaridan. Nech pul deyapsiz aka buni? 20 deyapsiz. Savdosi qanaqa bo'lyapti? 13,5 million savdosi bo'lyapti ekan, berilgani yo'q. Qani o'tib ketaveramiz. Aka. Oladan so'raganlarga boqma-boqalardan. Buni nech pul deyapsiz aka? Qani ketaveramiz. Bunisi nech pul aka? Ha, Eston bu. Eston nech pul Eston? Shuni bilmadim, o'zi kirib keladi. Egalar yo'q ekan. Borini sizlarga ko'rsatib. Aka keldingizmi? Qani Qaydasiz? ketdik. Boqma variantlardan bo'ylari bir o'g'il. Shved holatlarida akalar, ko'rasiz. Bu nech pul aka? 20 kam. Savdosi qanaqa bo'lyapti? 18 million 200 mingga berilgani yo'q. 1.15 bo'ylar. Yaxshi baland mol ekan. Balandliklari zo'r ekan. Ekranga ham sig'mayapti. Bunisi nech pul aka? 19 kam. 19 million. Savdosi qanaqa bo'lyapti? 17 17 millionga berishgani yo'q. Boqma variantlardan. Qani ketaveramiz. Yana bir shved so'raganlarga, shvedlardan. Buni nech pul deyapsiz aka? 21 dan deyapsiz. 21 dan jupiga. Savdosi qanaqa bo'lyapti? Eng balandi bu. 9 million 200 savdosi o'tib bergani yo'q ekan akalar. Aytmayman. Ko'rasiz. Ozgina torroq bora javob beraveramiz sizlarga. Boqma-boqalar shunaqada. Qani ketaveramiz. Hop, shved variantlardan. To'lka shvedlar chiqdi o'zi ham bugun. Sotildimi? Yo'q, sotilgan. Bu nech pul aka? 20 savdosi bermadim. 20 savdosi bo'lyapti, bergaysiz. Nech pul deyapsiz? 22 million kam bor ekan akalar, ko'rasiz, shvedimiz. Bunisi nech pul? Hop, egalari yo'q. Qani ketaveramiz. Hop. Kalmekski. Akalar jup ekan, ko'rasiz. Gibrid variantlardan yaxshi. Bo'ylari 1.15, 1.20 cm. Savdosi qanaqa bo'lyapti aka bular? Nech puldan bo'lyapti? Savdosi? 41 million. Jupiga 41 million so'm bo'lyapti ekan, berilgani yo'q. Bunisi nech pul aka bular? 24 milliondan kam bor. Savdosi qanaqa bo'lyapti? 20 milliondan berilgani yo'q buqalarimiz. Oh, rossiyskiy so'raganlarga qanaqa bu aka? Chorniy pyostrami? Chorniy pyostra so'raganlarga akalar. Ishqibozlarga. Haqiqiy baquvvat odam bo'yisidan sizlarga mana ko'raverasizlar akalar. Bo'yi necha buni aka? 1,5 metr. Bak ko'raverasizlar. 1,60. 1,60 atrofida. Nech pul deyapsiz buni? Pulini 25 million jo'ra. 25 million. Savdosi qanaqa bo'lyapti? 22 yarim million. 22 yarimga bergaysiz. Telefon nomer qo'yib qo'yamizmi? 94lik 305 77 37. Manzil qayda aka? Tepaqo'rg'on. Aloqaga chiqib ko'rasizlar. Namangan viloyati To'raqo'rg'on. Tepaqo'rg'on qishlog'i. Aloqaga chiqib ko'rasizlar. Ustoz shogirdlar. Gap yo'q.
Yana bir boqma boqamiz akalar. Bunisi nechi pul aka? Hop, ketdik. Ana shu yerda borlarni sizlarga ko'rsatib boraveramiz. Yana bir boqma variantlardan. Hop. Nechi pul deyapsiz aka buni? Savdosi qanaqa bo'lyapti? Har xil. 24 million deyapti. Qani ketaveramiz. Mesni variantlardan so'raganlarga. Aka nechi pul bu? 25 million kam bor. Savdosi qancha bo'lyapti? 21 million savdosi bo'lyapti. Ko'raverasiz. Qani yana bir boqma boqamiz. Bo'ylari 1.15, 1.20 sm atrofida. Nechi pul aka bu? Assalomu alaykum. Nechi pul? 22. Savdosi qanaqa bo'lyapti? 20 million savdosi bo'lyapti. Kam berilgani yo'q. Qani ketaveramiz. Boqma boqaman deganlar bo'lsa, mana akalar telefon raqamlarini olib qo'yapmiz, olib bemalol boqishlaring mumkin. Shvedlardan. Bo'ylari 1.40, 1.50. Savdosi ham bo'lyapti. Necha qilishyapti aka? 29 million savdosi bo'lyapti, berilgani yo'q, shved emas. Yaxshi. Holatlarni ko'ryapsizlar. Zo'r ekan. Yana bir chorniy panteramiz. Ko'ryapsizlar. Qani. Yaxshi. Aka nechi pul deyapsiz buni? Nechi pul deyapsiz? Egasi yo'q. Greenford boqaman deganlar bo'lsa, mana akalar. Greenfordlar. Bo'ylari 1.30, 1.20 atroflarida. Aka nechi pul deyapsiz buni? 35 million. Savdosi qanday bo'lyapti? 30 million savdosi bo'lyapti. Kam berilgani yo'q. Zotli variantlardan. Qani ketaveramiz. Yana bir boqamiz akalar. Bu holatlari zo'r. Ko'ryapsizlar. Nechi pul aka bu? Qodirov TV yoki Bek Bloger deb sansiz keladi. Nechi pul bu aka? 42 million. Savdosi qanaqa bo'lyapti? 33,5 million. 33,5 million savdosi bo'lyapti, kam berilgani yo'q. Ko'raverasiz. Yana bir boqma boqamiz. Aka nechi pul bu? Nechi pul bu? 25,5 million savdosi bo'lyapti, berilgani yo'q. Boqamiz. Xo'p. Shunday qilib ketaveramiz. Akalar, yana bir kichkinagina ma'lumotchamiz. Mana shu Juma bozorida Namangan viloyati Kosonsoy tumani Tergachi mol bozorida katta miqdorda pul topib olingan ekan akalar. Mabodo egalari bo'lsa, qanchaligini aytsa, xudo xolasa telefon raqamlarini olib qo'yamiz, berishaverar ekan. Xo'p, o'sha qanchaligini aytsa beraverasiz, o'sha pulni. Pulini summasini aytsa, ammo normal. O dehqon bozorida topilgan, ammo mol bozoridan chiqqan odam tashlab ketgan. Ha, dehqon bozoridan topilgan. Mol bozoridan chiqqan odam topgan. Nomerni aytib qo'yavering aka. 93lik 422 73 12 akalar. Kimdir agar katta summada pul yo'qolgan bo'lsa, telefon qilib olishlaring mumkin. Qani ketaveramiz. Xo'p. Boqma boqalarimiz. Bular yakuniga yetdi shekilli. Yosh boqalarimizga o'tib ketaveramiz. Yosh boqachalar so'raganlar bo'lsa, akalar videomiz davomida yosh boqachalarni ko'rsatib o'tib ketaveramiz. Aka nechi puldan bular? Ola variantlardan. 15,5 dan deyapman. 15,5 dan bergan yo'qsiz. Nechi puldan o'z narxi? 15,5 deyapman. Ha, 15,5 dan deyapsiz. Ha. Savdosi qanaqa bo'lyapti? Savdosi 4,28 bo'ladi. 4 milliondan 28 million savdosi bo'lyapti, kam berilgani yo'q. Telefon raqam qo'yib qo'yasizmi? Mayli. Aytavering. 95lik 95lik 163 163 63 92. 63 92 akalar yaxshi ko'rasiz. Qayda aka? Uy qayda uy? 300 dan. Chustdan, Namangan Chust. Yaxshi ko'rasiz. Bunisi nechi pul aka? 17 kam bor. 17 million kam bor, ozgina deyishyapti. Ko'rasizlar. Ola variantlardan, gibrid variantlardan. Savdosi qanaqa bo'lyapti? 15,5 million savdosi bo'lyapti, kam berilgani yo'q. Ketaveramiz. Ko'chatlarimiz sizlarga ko'rsatib boraveramiz. Ashvet topib sotib ketsa kerak. Hop. Qaysi kanal bu?
Bek bloger. Ko'rasizlar akalar, chorniy panteryalardan. Nech pul aka bular? Bittami, ikkitami? Savdosi ham bo'lyapti. Bu nech pul? 26 million jupiga. Jupiga 26 million savdosi bo'lyapti. Jupiga 26 million savdosi bo'lyapti berilgan yo'q. Bu ham buqami? Nech pul bu? 12 million so'ragandan bo'lyapti. 12 million so'raganlar ham bor ekan. Nech pul deysiz narxini? 18 million kam deyishyapti ekan. Bo'ylari 1.5. Ko'rasizlar. Shved nech pul aka? Shved nech pul? Buni 16 million. Savdosi qanaqa bo'lyapti? 13 million savdosi bo'lyapti ekan, berilgani yo'q. Ko'rasizlar, orqalarini ham ro'p qo'yaylik. Bans. Yaxshi. Yosh boqachalarimizdan. Ko'rasizlar. Aka nech puldan bular? Qanchasi? Endi nech puldan nech pulgacha? 16 dan 13 gacha. 13 milliondan 16 milliongacha. Ko'rasizlar. Savdosi qanaqa bo'lyapti? 11, 12, 13, 14 gacha. 11 million, 14 milliongacha savdosi bo'lyapti ekan. Bo'ylari 95 dan 1.5 gacha akalar. Ko'rasizlar. Aka telefon nomer qo'yib qo'yasizmi? Ayting. 94lik. 94lik 366 366 16 1656 akalar aloqaga chiqarasizlar. Kichkintoylardan so'raganlarga. Aka nech pul bu kichkintoy? Kichkinani jiyan 9,5 so'm kami bor. 9,5 million kam bor. Novoschi. Novotchi. Savdosi qanaqa bo'lyapti? Savdosi 9 qilgan yo'q, 9 dan pastda so'raydi. Ha, 9 milliondan pastda savdosi bo'lyapti ekan akalar. Ha, WhatsApp. Yaxshi, zo'r. Telefon raqam qo'yib qo'yasizmi? Yo'q, bitta yo'q, jiyan. Gap yo'q. Barakasini bersin. Ketdik akalar. Hoppo. Qora va oq variantlardan sizlarga. Bular nech puldan aka? Bunaki 17 kam bor. 17 million, bunisi 12 million kam bor ekan. Savdosi bo'lyaptimi? 14 qildi, buni 10 qildi. 14 million, buni 10 million qilishyapti ekan. Yana bir shvedlarimizdan ko'rsatib. Video so'nggida sizlarga oxirgi buqalarimiz, buqachalarimizni ko'rsatib qo'yamiz. Bek bloger yoki Qodirov TV deb yozsangiz chiqib keladi. Aka nech puldan bular? Bular 17-18 kami bor, 17 million 300 ming savdo bo'ldi. 17 million, 18 milliondan akalar kam bor ekan. Nariga ham sotilar ekan. Savdosi qanday bo'lyapti? 17 million 300 ming savdosi bo'lyapti. Ana shu buqamizni savdosi akalar. Telefon raqam qo'yib qo'yasizmi? Qanaqa soat bo'lar aka, shvedmi? Qirg'iziston paroda buqalar. Vaqti bushlar. Yana yosh buqachalarimiz. Ashada kichkintoylari bor. Qodirov TV. Shu bilan akalar videolarimizga ham yakun yasaymiz. Mana shu oxirgilariga mana shu bo'zakchalarimizni olib qo'yaylik. Aka nech pul bu bo'zakcha? 9 kam bor. 9 kam bor. Novoschami? Novoschchi. Qodirov TV. Qodirov TV yoki Bek bloger deb yozsangiz chiqib keladi. Savdosi qanaqa bo'lyapti? Savdosi 76 hozir mana shu bola. 7 million 600 ming so'm savdosi bo'lyapti ekan yo'q. Bu kichkintoyimiz nech pul ekan? Bunimiz nech pul aka? 11 kam bor. 11 million kam bor. Savdosi qanaqa bo'lyapti? 9 million 200 ming. 9 million 200 ming so'm savdosi bo'lyapti ekan, berilgani yo'q. Akalar, shu yerda videolarimizga yakun yasaymiz. Barchaga sog'lik, salomatlik tilaymiz. Xudo xolasa, mana sizlarga Namangan bo'yicha polni hamma bozorlarimizni qo'llagancha ko'rsatib beramiz. Sizlardan shu bitta iltimos, shu podpishkada bo'lib tursangiz bo'ldi, xudo xolasa. Like tayamanglar, obuna bo'lmagan bo'lsangiz, podpisatsiya tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Chorvaga qiziqadigan aka-ukalar, do'st birodarlar bo'lsa, videolarni ulashib qo'yishni unutmanglar. Barchaga rahmat.